Akalar mana shunaqa geliy batareykalar o'rniga anaqa litiumli batareykalar qo'yishni yo'lga qo'ydik. 60 volt 65 amperli mana zaryadniki o'ziniki zavodskiy original bo'ladi. Kelaverasizlar, hozir qo'yib bo'lgandan keyin ham bitta video qilib chiqaramiz. Bo'ldimi? Mana akalar 1 tonnali mirovoyimizga batareykani qo'yib oldik. Litiumli 60 volt 60 amper. Chista qilib kontaktlarini ham, klimalarini. Kelaverasizlar mana. Xudo xolosa 5 yil, 6 yil bemalol yetaveradi. Ham yurishini ko'ramiz. Akalar mana shunaqa geliy batareykalar o'rniga anaqa litiumli batareykalar qo'yishni yo'lga qo'ydik. 60 volt 65 amperli mana zaryadniki o'ziniki zavodskiy original bo'ladi. Kelaverasizlar, hozir qo'yib bo'lgandan keyin ham bitta video qilib chiqaramiz. Bo'ldimi? Mana akalar 1 tonnali mirovoyimizga batareykani qo'yib oldik. Litiumli 60 volt 60 amper. Chista qilib kontaktlarini ham, klimalarini. Kelaverasizlar mana. Xudo xolosa 5 yil, 6 yil bemalol yetaveradi. Ham yurishini ko'ramiz. Akalar mana shunaqa geliy batareykalar o'rniga anaqa litiumli batareykalar qo'yishni yo'lga qo'ydik. 60 volt 65 amperli mana zaryadniki o'ziniki zavodskiy original bo'ladi. Kelaverasizlar, hozir qo'yib bo'lgandan keyin ham bitta video qilib chiqaramiz.